Skidkadagi narxlarimiz. Velo skuterimiz hech qanday prava so'ralmaydi, 50-60 kilometrgacha yuradi. Skidkadagi narxi 3,5 million. Velosipedlarimiz 1 milliondan jonchik ortga oldi, amortizatorli. Yangi kelgan skuterimiz 5 milliondan skidkadagi narximiz. Sonling brendidagi mototsiklimiz 6 million so'm skidka narxi. Yangi kelgan mototsiklimiz 120 tezlikgacha chiqadi. Oldi jetkiz, orqa trosli tormozlarda 6 talik batareya 120 kilometrgacha yuradi. 100 kilometr zapas qoldi. Xo'p, bularni summasi 9 milliondan. Yadea brendi T55 modeli 8,5 million. Hammasi skidka narxlarda ulgurib qolingan.